Bu videoda biz 24 soat maktabda yashashga qaror qildik. Bu ahmoqona tuyulishi mumkin, lekin bu oddiy challenge emas. Menga eng qizig'i, bunda maktabda nimalar bo'ladi? Podvaldagi sirli xona aslida nima? Direktor bizni tutib oldimi yoki ruxsat bermadimi? Bularni barchasini boshdan kechirdik. Bu video davomida hammasiga javob topasiz. Qiziqarli sarguzashtga tayyormisiz? Unda boshladik. Ha, aytgancha, bu siz emas, mana bu siz. Agar videoni sirli joyigacha ko'rsangiz. Xullas, maktabimiz shimoliy sharqiy janubi g'arbdan. Короче, katta gektar, hech kim futbol o'ynamaydigan stadionga ega bu maktabda biz o'qiymiz. Ajoyib orqa hovlisi. Oh my god, bro. Ha, juda ajoyib. Keling ko'p gaplashmasdan darsga kirib ketamiz. Opta deb qo'y kameraga. Sen darsga kirib ketishimiz kerak hozir. Chunki hozir darsda ham 24 soat davomida nima bo'ladi, nima yo'q. Ko'z bolasi. Darsga go. Darslar doimgidek juda zerikarli. Yaqinda maktab tugashi munosabati bilan kitoblarni topshirayotgandik. Bitta kitobim yo'qolib qolgan ekan, shunga siqilib o'tiribman. Kitobim endi yo'q. Shunday qilib tanaffus bo'ldi va tanaffusda Mirsaidga bir qiz dedi. Mirsaidning reaksiyasi men kutganimdan ham jinnicha bo'ldi. Bor. Anchadan beri maktabimizda bunaqa video syomkalar bo'lmaganiga hamma xuddi kimlardir maktabga kelganday bizga qarayotgan. Va bu bizga ozgina hayajon berdi. O'zi jistar, ya'ni jismoniy tarbiya. Siz ham uni qisqartirib shunday dermidingiz? Komment yozing. Biz darsda odatda basketbol va to'pni savatga tushirish o'ynaymiz. Domlamasa agar tushira olmasa. Hop, endi mana bu basketbol sohasi bo'yicha 10 yillik tajribaga ega jahon chempioni Chuchvara chorshanbaning navbati. Men buni chorshanba deganimni keyinroq bilib olasizlar. Adab tushunmasdan kulayvermasdan o'zingiz ham qo'lingizdan nimadir keladi. Deydiganlar ham topiladi. Shuning uchun mana uni ko'ringlar va Usos Shifudan o'rganinglar. Bir yillik omadimni jismoniy tarbiyada ishlatgandan keyin xonaga kirdik va keyingi 2 soat yana dars o'tdik. Darslarda video olish mumkin bo'lmaganligi sababli shu darslarni tezda zerikmasingizdan o'tkazib yuboramiz. Mana hozir 5-soat darsimiz tugadi. Hozir yechgan narsalarni o'qishamiz. Hamma maktablarga o'xshab bizning maktabda ham kichkina mini giper super mega Odil aka marketi mavjud. Endi bu kichkina mini короче, anglab ulgurganingizdek, u narsa sotib olamiz va bularga hot dog va ozgina snacklar kiradi. Hech 5000 so'mdan foto berganmiz. Buni fotolarni hozir 5000 so'mdan oldik va buni hozir biz yeb, oxirida baholarimizni beramiz. Hot-doglar juda oddiy, narxiga yarasha. Tarkibida maxsus noni, ketchup, mayonez, sosiska, qizil sabzi va biroz chips mavjud. To'g'risini aytsam, buni hot-dog deb bo'lmaydi. Hozir ta'mi o'rtacha, qanaqadir uyg'unlik yo'q. Yesangiz har holda to'ymaysiz-ku, qorinni aldab turgani bitta olib, ozgina suv ichib olsangiz bo'ldi. Tega to'ymasligimizni bilib, biz ikkitadan sotib oldik. Olgan mana ikimizning na ishlab chiqarilgan sanasi bor, na brendi. Yaxshi, hozir yurimiz, xudoga shukr. Aytib suruvga yozilmagan narsani olmaydi. Atravleniya bo'lib o'ylasizlar. Kichkina sinflarning darsi borligi sababli bu xonada obitimiz uzoqqa cho'zilmadi. Ularga xalaqit bermagan holda boshqa bo'sh xonaga chiqib ketdik. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. All girls all over the world. Bu xona ancha yorug' va boshqa xonalardan biroz zamonaviyroq ekan. Xonada nima qilishimizni bilmasdan video davomida yana nimalar bo'lishini rejalashtirishda davom etdik. Vaqt o'tkazish uchun har xil kulgili videolar ko'rdik va mana bu ularning bittasi. Yigit cho'pon bo'ladi. Yigit cho'pon bo'ladi. Qiz boyvachcha bo'ladi. Anchadan beri telefondan o'tirganim sababli zerikishga ketdi. Stop, shunga o'xshagan yemagan kadrlar, kanal yangiliklari, kelasi rejalar va hammasi Yahyo Bro Telegram kanalida bo'ladi. Iltimos, kanalga o'tib yurmang, adashib qolasiz. Anchadan beri video ko'rib zerikib ketganimiz uchun Battlefield challenge qilishga qaror qildik. Boshlamadik.
Bizda 3 ta raund bor. Birinchi raundda birinchi finalist aniqlanadi. Ikkinchi raundda ikkinchi finalist aniqlanadi va finalda 2 kishi yaxshilab bellashadi. Sizlarning vaqtingizni olmagan holatda qani bo'lmasam, Ana bismillahirrahmanirrahim. Qo'shimcha. Wow. Ana yaxshi. Хорошо, emas. No way. 901 Chevy Drive. Хорошо. Ozgina ol. Yeah. Chevy Drive, look alive. 901 Chevy Drive, look alive. Get no. No. I mean, önemli yaptığım kadar neyden almış? Go. Shit. Hiç de final geçmedi. Yaxshi. Yeah, look at that again. Yeah. Wait. Vay. Ne oldu? Şuraman ben. Ya beni ne şekil? Nihуя себе. Ama. Videonun çıkıp gitti. Finalımızda. Вот это поворот! Üçüme de? Üç. Oh my god, baby. What's that? Ben yapmıyorum hiçbirinden. Hopta. Oldu. Ulan ben YouTube'da gelmekten. Biz de kişi finallerimiz. Ben çıkıyordayım. Siz de almayacaktı dedik mi? Öteye finalde. Ne geçer? Beş gece yani. Yeah. Turunur. Proses kalau sama. Yeah. Kitchen. Sayın var bu. Let's play this game. Hozirdan yoki ro'yxat. Ben Video zapis yapilmagan ekan-ku. Emang gördüm. Yapilmagan qaramaysan. Video zapis yapilmagan ekan-ku. Hozirdan yoki ro'yxat. ben Video zapis yapilmagan ekan, yapilmagan ekan-ku. Video zapis yapilmagan ekan. Haromdan bu galib shuncha qilganini ko'rding. Место для ваших реклам. Hayotim davomida umuman kayfiyatim bunaqa yorug'lik tezligida o'zgarmagan. Challenge'dan keyin xonani iflosligi sababli uni tozalashga majbur bo'ldim. Tozalash jarayonida men juda ko'pchilik qiladigan ishlar, partani tagiga axlat tashlash, salafonlar va hatto eng yomoni va farosatsizlar qiladigan ish saqich partiga yopishtirib ketish. Bu zo'r shay chiqdi-ya. Mani obunachilarim ichida bunday farosatsizlar yo'q deb o'ylayman. Zvachi chaynamasa-da, chaynasa ham tashqariga olib chiqib tashlasa-da. Bo'lmasa, qulog'iga yopishtirib oldim. To'g'rimi? Bo'ldimi? Michkanga. Hammasi yaxshi ketayotgandi-yu, lekin Hozir bizni maktabdan haydash. Aniqrog'i, shunchaki haydashdi. Shunchagina kulib qo'ydik. Ha, kulib qo'ydik.